Assalomu alaykum do'stlar. Mana bedana boqish uchun bruder yasadik qo'ldan kelgancha. Chigalarini lampochka razmeri o'zgaradi. Past buni pastga qilib qo'ysa razmeri o'zgaraveradi. Ichi bedana boqqan xohlasa bedanalar chiqsa ixcham yengil sog'liq chiqarib yubormaydi. Qo'lda bemalol ko'tarsa bo'ladi. Aqabaqa olib olasizlar. Hop, bunga ketgan xarajat bökek 15 mingdan, lampochka 5 mingdan va ikkalasi 10 ming. Patron kesish. Shuni o'zimizda uyda bor ekan, uydan topdim. Kilekka 10 ming ketdi. Buni hamma yo'g'iga kilek qilishga. Bu ham o'zim uyda bor ekan. Skocham uyda bor edi. O'sha hisobda ortig'i bilan shu 50 ming, 60 ming atrofida rasxod bo'ldi. Endi 16-kuni 16-iyuldagi bedana jo'jalarimiz keladi. Bedana jo'jalarni solyapmiz, obzor qilamiz xudo xolasa. Mishiq it-bit demaydi, mustahkam. Bemalol aqllaydigan qopqog'i qo'ldan kelgancha sadik. Bedanalarimiz 12 ta bedana bor. Har biridan rasa borsa bir kun 7 ta, bir kun 5 ta beryapti tuxumni. 2 ta xo'roz. Bir kun 7 ta, bir kun 5 ta beradi. Tuxumlar narxi 20 ming so'mdan, ko'proq zakaz qiladiganlarga 15 mingdan qilib berilaveradi. Sayroqi bedana italyanskiy. Hozir obed mahal, shuning uchun sayrashmayapti. Ertalabda shu shomdan keyin shom payticha salqin tushib qolganda sayrashni boshlaydi. Tindirmay sayrashadi mana shu ikkalasi xo'rozlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bedana tuxumlariga, jo'jalariga zakaz bo'lsa zakaz olamiz. Nomerimiz 91 123 46 53. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida. Shuni 46 53 shu nomerda Telegram hamma yo'q bor, ishlab turibdi. WhatsApplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.